Vaqtinchalik tog'oraxona qurilyapti. Mana shu hozirchalik istihab hojatxona. Vaqtinchalik tumani yangi hayot mahalla joylashgan. Qadim Muhammad Xosirdan mashina yangidan tog'oraxonada avvalambor barcha homiylarga hissa qo'yilgan barchalarga rahmat masalalarga mana ajr ko'p katta mana shu vaqtinchalik tog'oraxona qilyapti-da. Hop, kiyimimga yangi solamiz xudo xolisa. Hop, Alloh xizmat qiluvchilar, hop, taom tayyorlovchilar, ihson qiluvchilar, homiylar marhamat qilasizlar. Shaharga o'xshab salonlar mana baraka topadi. Buzilyapti. Yasharga qarashyapti mana. Mana to'g'ri hammasi mana olamida. Ular xudo xolisa chiroyli qilib xudo xolisa ihsonni mukofot ihson baraka topinglar kam bo'lmashda. Xudo xolisa bu yoqdan bosh chiqarib qayda sog' bo'lib mashta obod qilishda duo qilib hammalarga g'oyibdan yetkazsin. Xudo chiroyli obod bo'lyapti. Marhamat qilsa uyalmasdan bemalol kimdir pul bilan, mablag' bilan, kimdir duo bilan, taom bilan yordam bergan kam bo'lmasin. Rahmat, e'tibor uchun.